Bitta puliga ishongan turklar o'zidan ketib qolibdi. Bugun yangi battle boshlandi, yangi raund boshlandi. Raqibim boshida 500 ga urib qo'yibdi. Men indamadim va menga yozib PP tashlagan. Hozir ko'rsataman. Mana, ya'ni bu yerda deyaptiki, men kuchliman, men seni yaxshiroqman, yoki pulim ko'p degan ma'noda yozgan gaplar. Indamadim chunki men battle o'ynaganim yo'q edi. Keyin meni tashlab Gruziya, qabul qildim, futbol chaqirdi, qo'shildim. Bu yerda turkcha gapirdi, tushunmadim. Masxara qilib, falon pakin, qani kuching ko'rsat, u bu deb masxara qilishdi. Va aytdiki, senga maslahatim, men bilan o'ynashmagin, meni sendan pulim ko'p. Men bilan jang qiladigan bo'lsang, ancha pul yo'qotasan degan ma'noda gapirdi. O'zi men battle o'ynaganim yo'q, anchadan beri bilasizlar, lekin mana bu juda ko'p gapirdi. To'g'ri odamni g'azabim keldi. Bunday hali nafsonga tegdi degan narsa ham bo'ladi. Juda o'zidan ketdi. Mayli, keyin umuman menga PP bosmaylar. Lekin mash raundda men yutishim kerak. Mana o'sha gapiga men afsuslantirishim kerak. Iloji boricha maksimal PPdan patisha qilsangiz va do'stlarga ulashib qo'ysangiz va agar bironta streamer kontentga yordam bersam yaxshi bo'lardi. Lekin yutishim kerak. 10 million ketadimi, 15 million ketadimi yutishim kerak. Chunki hozir 2 million 300 urib qo'yibdi. 2 million 300. Nolaga yutsa bo'ladi. Chunki vaqtida 5 million, 6 million urgan vaqtlarim ham bo'lgan. Xudo xolsa bu raundni yutaman. Undan keyingisi yutamanmi, yutmayman qizig'i yo'q. Men battle o'ynaganim yo'q edi, lekin bu raundda men yutishim kerak. Chunki bu juda ham ko'p gaplar menga gapirishgan. Hammadan maksimal padesh kutib qolaman. Jonlar sog' bo'lsin.